Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi umoq bolalar Uyg'ur do'pi bayramiga atab ishlangan Alaysan bolalar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Assalomu alaykum savoqdoshlar. Va alaykum assalom muallim. Bugun hammalar bek chiroyli bo'lib ketibsizlar-ku. Chunki videoga chiqamiz. Maryam bugün video chiqamdik. Unda bo'lsa biz qanday video chiqamiz, qaysilar deb baqsizlar? Do'ppi bayramida do'ppilarni turishtirish uchun. To'g'ri, do'ppi bayramida do'ppilarni tanishtirish uchun video chiqamiz. Unda biz kim deb baqdi? Uyg'urlarning do'ppi bayrami qachon? 5-oyning 5-kuni. To'g'ri, Zeynep 5-oyning 5-kuni biz Uyg'urlarning do'ppi bayrami. Unda bo'lsa sizlar deb beqinglarchi biz bir yılda Nimişqa atayen bir günni do'ppi bayrami qilib bekitdik. Ömer deb baqar. Çünkü biz do'ppini kiysak Uyg'ur bo'lamiz. To'g'ri, çünkü biz do'ppi kiysak Uyg'ur bo'lamiz de. Ya'ni do'ppi bizning kimligimiz. Biz başka yerde bir Uyg'urni ko'rsak, uni Uyg'urligini bilmasakmi, uning do'ppisidan uning Uyg'urligini bilalaymiz. Yenichi, Nimişqa. Do'ppini vatandalar kiysak bo'lmaydi. Chet eldan kiyishimiz kerak. To'g'ri, ya'ni do'ppini biz vatanda kiyatdik. Hatto bizning cho'ng dadamizning cho'ng dadalari bu do'ppini kiyatdi. Hamda biz hozir chet elda shuni davomlashtiryapmiz. Chet elda biz kiyyapmiz, bizning bolalarimiz, nevrelarimiz kiydi. Ya'ni do'ppa bizning ajdodimizdan bizga berilgan meros, shundaqmi? Muallim bir so'z so'rasam, Nimişqanimiz o'xshash Uyg'ur tili do'ppimiz o'xshamaydi. Bunu ben bunda düşündüreye Bekir. Haram, eğer siz bir gülzarga kirgan bo'lsangiz, bu yerda bir xil ranglikla çiçek bo'lsa güzel görünəmdi yoki rengarenk farklı gullar bo'lsa güzel görünəmdi. Rengarenk. Bizning ajdodlarimizninki güzellikni shundoq suydigan bo'lg'achqa, bizning do'ppilarimiz shundoq güzel ve rengarenk. Qaranglar, nima degan güzel do'ppilarimiz bor. Masalan, bu yerda hozir bu bizninki do'ppining tuzilishi qarta chapaq do'ppi. Ondan başka do'ppilar bo'lsa, qatirma do'ppi. Qaranglar, buning shakli mana bunday shakli yo'q. Ammo boshqa do'ppilarni qo'limizga qarab baqsak, undan bo'lmaydi. Buning shakli qatirib bo'lg'achqa, mana undan qilib bo'lmaydi. Ondan başka do'ppilarni yana qizlar kiydigan do'ppi, o'g'illar kiydigan do'ppi deb ishlatganlarga qarata turga ayiramiz. Qarab baqsak, do'ppilarning ustida shunday go'zal naqshlar bor ekan. Sizlarchi bu naqshlar nimalarga o'xshaydi ekan? Gulga o'xshaydi ekan. Ayga o'xshaydi ekan. Yana-chu? O'simlikka o'xshaydi ekan. Gilamga o'xshaydi ekan. Qaranglar, buning ustidagi har xil naqshlarning ichida biz diqqat qiladigan bo'lsak, hayvanning, uçar qushlarning va insonlarning obrazi yo'q. Endi bu do'ppilar bay degandek qizlarning, o'g'illarning do'ppilari ko'p turlarga ayrildi. Sizlarchi bu do'ppilarning qaysi o'g'illarning, qaysi qizlarningdir? Ko'rsatib beringlar. Qizlarning, o'g'illarning, qizlarning. Nayt yaxshi javob berdinglar, ammo bir javob xato bo'lib qoldi. Bu to'g'ri sal turib, Subina muallim sizlarga tushuncha berdi. Hazır savoqdaşlar hammalar do'ppilarning ustidagi har xil naqshlarni deb o'tdinglar. Unda bo'lsa men sizlarga bir qancha do'ppini hikoyasini deb beraman. Nimişqa bu do'ppiga mushu naqsh kashlangan, shuni ko'rib boqaylik. Bu qo'limdagi do'ppining ustidagi naqsh nimaga o'xshaydi ekan? Zaynab, sizda qara. Ayga o'xshaydi ekan. Ayıp o'xshaydi va yana nimaga o'xshaydi? Yeydigan bir narsaga o'xshatib beqinglar. Maryam, siz deb beqinglar, nimaga o'xshaydi ekan? Badam. Badamga. Nayt yaxshi. Qaranglar, bu do'ppini biz badam do'ppa deb ataymiz. Buning ustida kashlangani badamning shakli. Bu do'ppining bir hikoyasi bor. Bu bizning Sharqiy Turkistonning Xotan degan yurtda ko'proq kiyiladi. Men buni cho'nglardan anglagandim. Pek uzun yıllar burun Xotan'da bir vaba bo'ldi. Vaba degan nima, Ömer? Cho'ldir kisam. Yuqumliq kasal, to'g'ri. Bir vaba tarqalgan vaqtda mushu vabaga hech qanday narsa foyda qilmay, badam foyda qilgan ekan. Shuning bilan Xotan xalqi bu badamni biz mushu vabaga foyda qilganligi uchun beshimizning ustiga elib ko'tirimizda badamni azizlab do'ppisiga kashlayapti ekan. Buni vatanda cho'nglamoqda anglatgan. Bilib oldinglarmi? Endi qaranglar do'ppiga. Hozir Xotan shundaqmi? Unda bo'lsa Furqon sen do'ppiga Xotanning nimasi mashhur? Qashdeshi, to'g'ri. Ömer sen do'ppiga? Yangaq. Yangaq, to'g'ri. Maryam? Atlasi.
Atlas, Zeynep siz de bakın. Gilem, nayt yaxshi. Xotanning gilemi meşhur. Qaranglar bu qo'limdagi do'ppining ismi gilam do'ppa. Nimaga buni gilam do'ppa deymiz desanglar? Chunki bu shu xotanninki meşhur gilamninki nusxasiga o'xshaydi. Shunga gilam do'ppi deymiz. Bu yerda gilam do'ppidan bir nechasi bor ekan. Qarasanglar A7dagi do'ppidimi shu gilamga o'xshash nusxalar bor. Tushundinglarmi? Endi qaranglar, ma do'ppi qaraylik. Bu do'ppi qizlarningmi, o'g'illarningmi? Oğullarım. Hə, qaranglar, bu do'ppini ba'zanlar o'g'illarning dedinglar, ba'zanlar qizlarning dedinglar. Bu do'ppini asli o'g'illar kiydi, ya'ni bizning dadalarimiz, akalarimiz kiydi. Lekin nimish bu o'g'illarning do'ppisining ustida gul kashlab qo'yibdi desanglar, buni bizning Sharqiy Turkistonning Qumulda ko'proq kiydi, Qumul do'ppisi deb ataymiz. Buning ustida gul bo'lishining sababi Qumul erlari ayollarning gulga o'xshaydi. Bizda ayollarningki o'rni bizning beshimizning ustida biz ayollarni qadrlaymiz, azizlaymiz, hurmatlaymiz deb beshiga kiydigan bosh kiyimiga mush gulni kashtilgan. Tushundinglarmi? Qanday qilganmiz? Ayollarni hurmatlaydiganmiz, qizlarni asraydiganmiz. Hamda do'stlar, men sizlarga bu ikki go'zal do'ppi to'g'risida ozroq tushuncha beray. Bu ikki do'ppini bizning Mahmud Qashqari olimimiz yashagan shaharda eng pekchiq kiydi. Mahmud Qashqar qaysi shaharda yashagan? Kaşkada. Nayt yaxshi. Mahmud Qashqarning Turkiy tillar divani degan asrida do'ppa bo'kdek tilga ilingan ekan. Bizning Uyg'urlar do'ppini shu uzun zamondan beri bosh kiyim qilib nayt qadrlab kiyib kelayotgan. Bu do'ppini bizningki o'g'illarimiz, dadalarimiz kiydi. Bu o'nchi do'ppini bo'lsa, güzel qizlar kiydi. Qaranglar, bu do'ppining ustida texi manda oltinga o'xshash kashtilar bor. Ayni chog'da shunday oltinni qimmatli bo'lg'achqa, mushtaq do'ppilarga ilib kashtilab kiygan ekan. Qizlarni qimmatli bo'lg'achqa, ularning bosh kiyimiga mushtaq go'zal naqshlar bo'lgan ekan. Ondan bizning tilimizda, Uyg'ur tilida do'ppiga munosabatli nurg'unlagan idiomlar bor. Men navbatda sizlarga buning misollarini qilib tushuntirib o'taman. Unda bo'lsa, menga diqqat qilinglar. Men nima qildim arkadaşlar? Ebu Bekir'in doppisiga jigdi saldınız. Yaxshi. Ya'ni bizning Uyg'ur tilimizda do'ppisiga jigdi solmoq deb bir idiom bor. Do'ppisiga jigdi solmoq degan bu idiomning ma'nosi nima? Men yuqorida sizlarga tushuntirib o'taman. Do'ppisiga jigdi solmoq deganimiz boshqalarni ahmoq qilish, aldash degan ma'nolarni ishlatiladi. Bunun boshqa yana bir misol orqali sizlarga yana bir idiomni tushuntirib o'taman. Unda qo'shma diqqat qilinglar. Ben neyim kıldım? Bunun doppusunu buna bak iyi Bekir'in doppusunu Ömer'e, Ömer'in doppusunu Bekir'e. Şimdi ben Ebu Bekir'in doppusunu Ömer'e, Ömer'in doppusunu Ebu Bekir'e kaydirip almıştırıp koydum. Şu misal olarak mesela bir idiomunu düşündürüp etmek için. Yani Uygur tilimizde bunun doppusunu bununla kaydirmek de bir idiom var. Bunun ma'nosi nima desanglar, bunun ma'nosi kişilik münasebette, kişilik alakada samimiyetsizlik qilgan, ya'ni saxtlik qilgan odamlarga ishlatiladi. Samimiyetsizlik va saxtlik arasida kişilik munosabatda biz uning do'ppisini bununla kaygizmak degan idiom orqali ifoda qilamiz. Unda qolsa sizlardan bir so'z so'rab boqaylik. To'g'riliq yani sizlar anglagan boshqa jumlalar bormi? Anglab boqalarmi? Yaxshi. Maryam, unda siz qanday jumla anglagandingiz deb berasiz? Anamda endi ağzımıza oyunu takıldı. Oy, maşallah. Sizce bu nima degan gapdi? Anangizniki do'ppingizni oldingizga ilib o'ynab yiqing degan gapni siz qanday tushundingiz? Oyunu takıldı. Nayt, yaxshi o'ynab yiqqan, bekrab o'ynab yiqqan deb tushundingiz, shunami? Bunda vaqtda siz bekrab o'ynamsiz, anangiz shunday qilgan qilishni bekrab o'ynamsiz. Yani xalq arasida tarqalgan idiomlardan yana biri, ya'ni do'ppisini oldiga ilib o'ynanish degan mushu so'zni ishlatish bizningki xalq arasida bir ishlatish odatimizga aylangan. Do'ppilik idiomlardan yana bir idiom bor. Uni ham misollar qilib tushuntirib beray. Uni qo'shma diqqat qilinglar. Bu qo'limdagi do'ppini men hozir atmadan mana bu shaklda do'ppisini osmonga atmoq degan yana bir idiom bor. Sizlarning insonlarga ham yaxshi qilish uchun men bu do'ppini misol, amaliy bir misollar qilib ko'rsatib o'tdim. Do'ppisini osmonga itish degan nima endi buni men sizlarga tushuntirib o'tay. Buning ma'nosi bo'lsa, intayin xushal bo'lgan, qattiq xushal bo'lgan bir holatda ishlatiladigan bo'lib, ya'ni intayin xushal bo'lgan bir kayfiyatni ifodalaydi.
Bu xo'shallikdan do'ppisini osmonga otdi deganga o'xshash jumlalarni tuzsak bo'ldi bu idiomga. Tushuna olammi? Savolasa do'ppisini osmonga etish degan idiomning ma'nosini tushuna olammi? Nim degan ma'noda ekan? Yaxshi, bak xushal bo'lish, ajoyib xushal bo'lib ketish, xushallikdan qiniq-qiniqqa patmay qilish degan o'xshash ma'nolarda. Bugun do'ppi bayrami munosabati bilan do'ppi to'g'riliq nurg'un bilimlarga ega bo'ldik, do'ppi to'g'riliq rivoyatlarga va vatanimiz Sharq Turkistondagi har qaysi shaharlardagi do'ppilarning tarixlarini o'rganib olgan bo'ldik. Biz bayram so'zlashganimizda bu do'ppi faqat do'ppi bayram kunidan kiyilgan bir bosh kiyim bo'lmasdan bizningki bir milliy mavjudligimizningki belgisi bo'lib hisoblanadi. Shunga o'xshash do'ppi bayramining muboraklash, yana do'ppi bayramiga o'xshash bizning milliy an'anaviy bayramlarimizni qo'g'dash va uni saqlab qilish o'zimizningki milliy mavjudligimizni saqlab qilish bilan o'qma o'xshash barobar bo'lgan bir ishdir. Va bizningki ana tuproqlardan uzoq yashayotgan bizlarningki bu urf-odatlarimizga, bu bayramlarimizga hurmat bildirishimiz va uni saqlashimiz va uni bugungi o'xshash alayda bir holatda muboraklashimiz bizningki boshdan to'plangan majburiyatimiz va mas'uliyatimizdir. Uyg'ur qarindoshlarimizning 5-may do'ppi bayramiga muborak bo'lsin. 5-may Uyg'ur do'ppi bayramiga muborak bo'lsin.